1336-yil bahor. Kesh yurtida, hozirgi Shahrisabz yaqinidagi Xo'jailg'or qishlog'ida bir bola dunyoga keldi. Uning ismini Temur deb qo'yishdi. Rivoyat qilishlaricha, u tug'ilishidan oldin otasi Tarag'ay Bahodur tush ko'radi. Tushida bir farishta unga qilich uzatadi va u qilichni 4 tomonga siltaydi. Oradan vaqt o'tib, Temur tug'iladi. Yana bir manbaga ko'ra, Temur tug'ilgan tunda Quyosh tizimidagi ikki sayyora bir-biriga juda yaqinlashgan ekan. Temur juda kichkinalikdan ziyrak edi. U madrasaga borganda shunchalik kichkina ediki, hatto yozish uchun lavhaga mumni o'zi surta olmasdi. Uning dastlabki ustozlaridan biri Mulla Alibek edi. Temur doim ustozining topshiriqlarini vaqtida bajargan. Yosh Temur faqat o'qish bilan cheklanib qolmagan. U ot minishni, o'q otishni, chopishni juda yaxshi biladi. Ba'zan 3 ta otni yonma-yon choptirib, biridan boshqasiga sakrab o'tishni mashq qilardi. Ov qilishni ham yoqtirib, kun va tunni tabiat qo'ynida o'tkazgan paytlari bo'lgan. Bir kuni Temur otasi bilan mehmonnikiga boradi. U yerda bir boy kishi o'z mol davlatidan xavotirda ekanini aytadi. Shunda hali yosh Temur unga tartib o'rnatish haqida maslahat beradi. Bu gapdan kattalar hayratda qolishadi. Bu bola kelajakda katta odam bo'ladi, deyshadi ular. Temur o'ynaganda ham oddiy o'ynamasdi. Podshoh vazir o'yinida u doim podshoh bo'lib, boshqalarga vazifa berardi. Shunday qilib kichkina Temur aqlli, jasur, tartibni yaxshi ko'radigan va o'rganishga chanqoq bola edi. Yillar o'tib, aynan shu bola sohibqiron Amir Temurga aylandi va butun dunyoda dovruh qozondi.